Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli hamyurtlarim, qardosh xalqlarim, barcha yaxshimi? Hamma sog' salomat uyg'ondimi? Azizlarim, mana bugun men judayam bir hozirgi kunda, hozirgi vaqtda hammaga kerakli bo'lgan bir maslahat bilan bir nimani aytib o'tmoqchiman azizlarim. Hamma narsani yig'ishtirdim. Men aytgandim sizga, kapelni ulatmoqchi edim, lekin ko'kar topolmadim deganda men toptirib keldim. Nima uchun kerak bu azizlarim? Tez gapiraman, uzr so'rayman, chunki ustalarim bor, уже mana obed bo'lyapti. 11:30dan o'tib qoldi. Harakat qilaman, tez harakat qilib nima tayyorlab berishga. Shu nimada ham aytmasam bo'lmaydi. Negaki hozir o'sha o'zimga kapelni olib keldim. Bu kapelnini men sizga ulatish nima uchunligini aytib o'tgandim azizlarim. Yana bir gapirib o'taman. Hozir nima payti judayam nima deydi, havomizda magnit havo bor. Bilasiz, magnit havoni men o'tgan yili tadqiqotlar bo'yicha 25-yil to yil oxirigacha shunaqa magnit havo bo'ladi degan. Magnit havoga kimlarni nimasi bor? Masalan, menda magnit havoga shu allergический deydimi, shunaqa bir nima bor, ta'siri bor menga. Chunki yurak slabi bo'lganda, davleniyasi past bo'lganda yoki cherepnoy bo'lganda davleniyasi borlar albatta bunga nima bo'ladi. Hozir mana men больницаdan keldim. Mana sumkamni ham ko'rsatib o'taman agar ishonmasangiz. Mana hozir mana shu o'tiribman. Men shu nimani kecha Toshkentdan qizlarim olib kelib berishdi. Kokarbaksilaza bu topilmadi. Hech joydan topilmadi. Shu Toshkent viloyatimizda bor ekan. Hozir borib men shu kapelnini mana ulatib keldim. Hozir уже o'tirib, negaki keyin men vaqtim bo'lmaydi siz bilan gaplashishga. Hozir ham ko'chada kelayotgandim, bir kishi, bir erkak kishi to'xtatdi. Opa, siz shu nimada kuzatib boraman, sizmisiz dedi. Ha, menman dedim. Ular ham xuddi shu nimani so'rab qoldi. Shuning uchun men yana qaytadan sizga mana chiqyapman azizlarim. Iloji boricha men shu nimaga magnit havoga ta'siri borlar. Turshak aytgandim, o'rik sharbati degandim. Turshakni qaynatib har kuni ichishi kanda qilmang, chunki bu yuragimizga quvvat, yurakni yaxshilaydi. Keyin karvalol nimasi bor, men hozir bitta qarab ko'ringda. Hozir ichadigan mana uzr, shu yerda ekan, stolim ustida turgan ekan, rosa qidiribman. Qarang, mana karvalolim hamma vaqt turadi stolimni ustida. Bu karvalol nima uchun? Sizni tinchlantiradi, uyqungizni yaxshilaydi, yurakka bu ham quvvat bo'ladi. Bu karvalolda nimasi yaxshi ekan? Bir menga ancha yillar oldin, bir 10 yilcha bo'lib qoldi. Shu bir kardiolog vrach o'zimizni nimada ayol kishi edi, hozir familiyalari esimda yo'q. Samarqand viloyatida ishlaydigan kardiologiya bo'limida ishlaydigan bir ayol aytdiki, o'zimni ham yuragim og'riydi. 40 yildan beri men shuni ichaman deb menga o'shani tavsiya qilgan, bir 10 yillar oldin. Bu sizni shu ayniqsa yoshi katta ayollarimizda, onalarimizda, otalarimizda uyqusizlik bor. Mana shu uyqusiz bo'lganlar 5,000 6,000 so'm turadi. Bu dedi, mana o'zi ham ko'rsatib qo'yibdi, shu tabiiy o'tlardan bo'lgan ekan, judayam nimaga yaxshi. Sizni tinchlantirib, yuragingiz mana o'ynab qoladi, yuragingiz shularda nima qilib uyqungizni yaxshilaydi. Maza qilib uxlab turasiz. Kunduz kuni ham ichsangiz bo'ladi. Endi kechasi yotganda ayniqsa judayam yaxshi. Keyin aytib o'taman azizlarim, nimani aytdim, kapelni haqida chiqarganman, efirim bor. Efirimga obuna bo'lsangiz aytyapman, hamma nimalar bor. Efirimga obuna bo'lsangiz shu kapelnilarim ham bor. Nima deydi, tizza og'riqi ham hozir ham bir amakimiz so'rab qoldi, shuni qayta eshityapman. Shuni yana qancha qo'shaydi, hurmatli muxlislarim, hurmatli obuna bo'lganlar, bo'lmaganlar, yangi kirganlar.
tizza og'riqlari, oyoq og'riqlaringizga men tizza og'rig'i uchun, keyin yana poliartrit va boshqa bo'g'im kasalliklari deb chiqargandim. Shularni nima bo'yicha xudo xohlasa yaxshi bo'lganlar bor. Kecha o'tgan kunimda yana bir kommentariya kelibdi. Bir onaxonimiz yozibdilar, onajon nima 3 yildan beri hech davo topolmayotgandim, birinchida sezdim debdi. Ilohim Alloh shifo bersin. Xursandman. Men shunaqa shifo topganingizda men yaxshi bo'ldim desangiz xursandman. Alloh yo'lida mayliga shu nima deydi, yaxshi bo'lgan bo'lsangiz bu ham menga bir nima. Endi men shu kapelnini iloji boricha hozir yaxshi chiqishimiz uchun olishimiz kerak. Endi yana nima kerak sizga? Siz doktormisiz? U bu deydiganlar bo'ladigan bo'lsa, azizlarim, yaqinda bundan oldingi shu nimamiz nima deydi, bundan oldingi magnit havoda bir yosh nima inson, 50dan oshgan sop-po'soq inson shu magnit havo ta'sirida o'tib qoldi. Nima bo'lgan ekan, kasal emas ekan. Magnit havo juda baland bo'lib ketgan, visokiy nimasi bo'lgan. Shunda yomon ta'sir qilgan. Shu uchun aytyapman, karvalol ichib yuring. Bosh og'riq, o'sha hamma vaqt davleniyangizga masalan nima ichsangiz shu doringiz bo'lsin. Masalan, men 100ga 70 yuraman, рабочий davlenim past yuraman. 100ga 10 bo'lsa ham ko'tara olmayman. Shunaqa paytda Larista ichaman. Men o'zim endi Larista, endi biz pastda yurganim uchun ko'p tushirib yubormas ekan, ham nimangiz yaxshi qilar ekan, bosh og'rig'ini qoldirar ekan. Shuni ichib yuraman. Endi har qalayda keyin shu suyuqlik ko'p ichishimiz kerak ekan. Mana hozir ham mana больницаdan kelyapman. Judayam onaxonlar, otaxonlar ko'p qaysidir nimasi baland bo'lib ketibdi, cherepnoy davleniyasi baland bo'lib ketibdi. Men shu nimada issiqdan saqlanib, men shu nimalarni ichib, turshak shu o'rik sharbati, keyin karvalolni обязательно iching va bir oyda 2 marta dedi mana shu kapelnini ulading. Qarang, men Samarqand viloyatidan ham mana shu kakarbaksilazani topolmadim. Mana qarang, bu Tbilisi, Gruziya debdi. Bu rossiyskiy. Men o'yladim kelmaganiga, Rossiyada mana nima bo'lyapti-yu, urushlar ketyapti-yu. Men o'yladim shu uchun chiqmayaptimikan degan nima ham bor edi, lekin Toshkentdan kecha qizlarim kelganda topib kelishdi. Men bittagina ikkita kerak edi. Bir oyda 2 marta ulatsam kerak edi. Hozir bittaginasini olib qo'shtirdim, qolganini yana olib qo'yapman. Mana nafsak uzuvchi baribir kimgadir nima kerak bo'lib qolar, tursa o'zimizni qarindosh urug'lar bor, boshqalar bor. Buni hech ham ta'siri yo'q. Kecha mana shu nimasida tadbirkor qizim ham nimadan chiqqanda, nima deydi, ro'zadan chiqqanda biroz charchagan, baribir hozir nima deydi, bahor havosi odamlarni charchatyapti, immuniteti tushgan, masalan charchoqlar bor, tanangizda, o'zingiz yurganingizda, masalan yotgan vaqtingiz yuraklaringiz nima bo'lib, boshqacha bo'lib, o'zingizni noxos his qildingizmi, albatta oling. Men kecha shu qizim 25 yoshda, kecha ulavardim. Ketayotgan kun aytdim, shuni olib ket bitta dedimda, kecha ulavardim. Men shunaqa azizlarim, endi menga yana bir savollarga javob berib o'tib ketaman. Siz kimsiz? Doktormisiz, kosmetologmisiz, shifokormisiz, yo qo'shiq ham aytganimga san'atdan ham nimangiz bor ekan degan savollarga javob berib o'tib ketaman. Hurmatli ayollar, opa-singillar, go'zal qizlarim, biz ayol kishi hamma narsani bilishimiz kerak. Men shuning uchun aytaman, qizlaringizni o'qiting, qizlarga shu nima deydi, bilim olish kerak. Har bitta nimada, har qanaqa nimaga nima deydi, nima bo'lsin, tayyor bo'lsin. Masalan, hamshiralikka mayli shu ishlamasa ham 3 oygina bo'lsa ham o'qiting. 3 oygina bo'lsa ham o'qisa, o'zini farzandlariga, masalan, oila a'zolariga bemalol ukollarni, kapelnilarni qilib dorilarni bera oladi. Men masalan shu xo'jayinimda ham yotqizmadik. Yotqizsak falon pulga yotqizishim kerak, to'g'rimi? Больницаning nimasi, kravati buncha pul, dorisi buncha pul yozdirib olib, uyda o'zim kapelni bo'lsa ham mana shamollab qolganlari ham o'zim ulaganman. Masalan, oyoqlariga ham o'sha aytgan mazlarimni o'zim surkab, o'zim lechit qilganman-da. O'zimga ham, faqat o'zimga ulolmayman, shuning uchun hozir borib keldim. Bolalarimga ham o'zim nima qilaman. Keyin yana bitta gap, mana kecha osh ko'rsatdim. Undan keyin qizlarimga o'tgan kun tayyorlaganim kecha ko'rsatdim. Kecha qizlarimga yana o'sha
nimada yosh jo'jani shu kartoshka bilan nima qilib qozon kabobini ham kecha qizlarimga tashlavordim. Endi buni sizlarga tashlashga juda ham shoshayotganim imkonim bo'lmadi. Nega? O'sha erkaklarimiz borib, masalan, Ahmad jo'ja, Oltin jo'ja bir bolalar deb borib yeb keladigan joylarda falon so'm to'lash kerak, to'g'rimi? O'shani deyman, men uyga olib keling deyman, xo'jayinimga uyga olib keling, o'zim pishirib beraman deymanda, mana shu chiroyli qilib manirovat qilib yoqqa tashlab, kecha shu ustalarimizga ham katta o'sha laganga suzib berdi. Mazza qilib salatlar bilan yeb ketdi. Keyin yana bitta gap, har kuni ovqat ratsioningizda chesnok bo'lsin, chesnok, sarimsoq, piyoz deydimi, endi biz chesnok deymiz. Chesnok обязательно bo'lsin. Keyin piyoz, ko'k piyoz, zelenlarni albatta yeng. Ko'k piyoz, nimalar, chesnok, piyozni, svejiy piyoz, svejiy piyoz chiqib qolgan har bitta ovqat bilan u hidi keladi, u demang, yeng. Yuvsangiz ketadi. Chesnok ham davleniyani nima qilmaydi, ko'tarmaydi, tushiradi. Keyin yana nima deb aytmoqchiman. Ertaga xudo xolasa bugungi efirimdan keyin ertangi kunga qulog'ida shavqini borlar uchun ham aytib o'taman. Qulog'ida shavqini borlar uchun deganim, bir safar Toshkentda Aman Hajjayev klinikasida yotganimda shunaqa bir onaxonimiz kechasi umuman uxlamasdi, kechasi yurib chiqardi. Chiqqanim, qachon chiqsa shu ona yurgan bo'ladi. Nimaga yuribsiz ona desam, qulog'imda shavqin bor, uxlolmayman deydi. Keyin borib o'zimda ham shunaqa nima bo'lib qoldi, boshimda shovqinlar bo'lib qoldi. Albatta bu ham shu hayotimiz davomidagi stress holatlar, qanaqadir bir nima, baribir hamma bir nimada bir qiyinchiliklar o'tadi-yu, o'shandan bu kelib chiqar ekanda. Endi shu uchun hozir men bir yilda bir marta mana shu shovqin uchun ham qo'l olib turaman. 5 kun olaman, 5 kunda yaxshi bo'lib ketadi. Shovqindan qutulib mazza qilib yurasiz. Shovqin sizni bezovta qilmaydi. Mana shuni ham bittagina ukoli dorisini topolmayapman. Bu ham Rossiyadan kelar ekan, u ham Toshkentda bor ekan. U ham shu Toshkentdan kecha aytsam, qizlarim shuni unutibmiz ayajon, biz e'tibor qilmabmiz dedi. Ertangi xudo xolasa nimaga obuna bo'lmaganlar obuna bo'ling, bo'lmasa yo'qotib qo'yasiz. Aytyapman, kanalimni yo'qotib qo'yib qayta so'rab berasiz. Keyin mayli, so'rasangiz ham javob beraman, imkonim boricha javob beraman. Xudo xolasa faqat siz sog' bo'lsangiz, yaxshi bo'lib ketsangiz bo'ldi. Menga boshqa hech aytganman, shu Alloh yo'lida shu sizlarga kimlardir shu qiynalib turganlar kasallikdan yaxshi bo'lib ketsangiz men xursandman. Azizlarim, mana shunaqa nima bugungi nimalarim, tavsiyalarim shu nimaga, magnit havoga ta'siri borlar o'rik sharbatini iching, karvalolni har kuni iching, har kuni 30 tomchidan 40 tomchigacha. Men 30 tomchi ichaman, yoshi kattalar 40 tomchi ichsangiz ham bo'ladi. Suvga tomchilab ichasiz, mazza qilib dam olasizda. Dam olish kerak. Bunaqa havoda tashqariga chiqish kerak emas. Xudo ko'rsatmasin, shuni yiqilibdi-da, yiqilgandan keyin davlena va shu nimaga chiqib yotib qolgan. Mana shunaqa gaplar azizlarim. Xudo xolasa imkoni bo'lganda yana o'sha shavqini bor, qulog'ida shavqini borlarga ham dorilarni ko'rsatib qo'yaman. Men ilgari olganimda shu частный klinikalarda olganman, juda katta pulim ketganda. Hozir o'zimiz oddiy poliklinikalarda oddiy lor vrachlari qilyapti. Unaqa og'riq hech narsa qilmaydi, sezmaysiz, mazza qilib 1 yil shovqindan qutulib yurasiz. Mana shunaqa gaplar azizlarim. Nimamiz, efirimizni tarqatish uchun like bosib, nima qilib qo'yinglar. Yaqinlaringiz bo'lsa shunaqa jo'natib qo'ying. Negaki bu insonlarga foydasi tegsin, shu qilgan nimalarimiz qolib ketmasin. Hamma ko'rsin, hamma eshitsin. Shu hech kim shu nima, mana shu yildan eson-omon o'tinglar, hech kim o'lmasin. Shu hamma sog' salomat bo'lsin. Shu har bir efirimda har biringizni ko'rgandek gaplashaman, ko'rish nasib qilsin azizlarim. Rahmat e'tiboringiz uchun, sog' bo'linglar.